Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun sizlar bilan Spation o'quv markazini navbatdagi podkastini sizlar bilan ulashmoqchimiz. Bugungi mehmonimiz deymizmi, mezbonimiz deymizmi, Spation o'quv markazini asoschisi Sherzodbek bilan suhbatimizni davom ettirmoqchimiz. Assalomu alaykum Sherzodbek. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Xush kelibsiz bizni podkastimizga. Bugun siz bilan Xudo xolasa samimiy suhbat qurib, yoshlarga manfaatli bo'ladigan bir maslahatlar, tavsiyalar bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Xudo xolasa. Xo'p, bu podkastimiz oldingi podkastlarimizga o'xshab, avvalo yoshlarga bag'ishlangan podkast bo'lib, yoshlar avvalo yaxshilab o'tirib olamiz, yaxshi kayfiyatlar bilan, sizlarga tegishli bo'lgan maslahatlar bilan birga davom etamiz. Birinchi savolimiz an'ana sifatida bo'lgan savollarimizdan biri hisoblanadi. Siz o'zingiz nazdingizda kimsiz? Ya'ni Sherzodbek o'zi kim? Sherzodbek o'zi mentor, ya'ni ham ustoz, ham ko'pchilikka hayotda o'z yo'lini topishga yordam beruvchi inson deb bilaman. Xo'p, ismim Sherzod. 1997-yilda tug'ilganman, Uchirvon shahrida. Savdogarlar oilasida tug'ilganman. Yoshligimizdan asosan biz ota-onamizdan ko'proq shu savdogarlik asoslarida, ya'ni tarbiyalar asosida katta bo'lganmiz va keyinchalik mana ko'rib turibsiz, bugungi kunda ham ustoz, ham tadbirkor, ham boshqaruvchi va shu o'rnida ko'pchilikda o'zini yo'lida topishga yordam bergan inson sifatida o'zimni ko'raman. Yaxshi. Endi biz to'plagan ma'lumotlarimizga ko'ra, sizni kelib chiqishingiz, ya'ni bu holat, bu darajaga kelishingizda ota-onangizni, birinchi ota-ona haqida suhbatlashaylik-da. Ya'ni sizni shu darajaga yetib kelishingizga sabab bo'lgan insonlar haqida, ota-ona haqida. Ota-ona siz uchun kim? Ular sizga qanaqa payt yordam berishgan, qanaqa payt sizni to'g'ri yo'lga yo'llab qo'yish uchun tergashgan. Shuni bir eslasak, keyin qolgan savollarimiz o'z navbatida ketaveradi. Juda yaxshi. Xo'p, aytib o'tganimdek, savdogarlar oilasida tug'ilganman. Dadam o'zlari tadbirkor, yoshliklaridan o'sha opoddan o'tib ketganlaridan keyin dadam juda yosh bo'lganlar va shu paytdan boshlab dadam ko'chada, ya'ni bozorda savdogarlik bilan shug'ullanganlar va tadbirkorlik faoliyatlarini hozirgacha yurg'izib keladilar. Onam asli shifokorlar, lekin o'sha ma'lum sabablarga ko'ra shifokorlik kasblarini tashlab, ular ham savdogarlik amaliyotlari bilan shug'ullanganlar va dadam bilan birgalikda do'kon ochgan va siz aytib o'tdingiz, ota-ona har bir bolani, har bir farzandni hayotida juda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu o'rinda ta'kidlab o'tishim kerak, men ota-onam bilan birgalikda akam ham juda shu Sherzod bo'lib yetishimga juda katta hissa qo'shgan insonlardan bittasi. Avvalo Xudo, ana undan keyin ota-onamiz duolari va ularni bizga bergan tarbiyalar asosida shu inson bo'lib yetishdik va bundan tashqari men yana qo'rqmasdan ayta olaman, bu mening akam. Afsuski bugungi kunda akam oramizda yo'q. Ma'lum sabablarga ko'ra 10 yil avval olamdan o'tdilar. Kasallik tufayli, lekin shu davrga qadar, ya'ni o'tgan kunlariga qadar menga shu aynan ta'lim sohasida bugungi kunda shu inson bo'lib yetishimga juda katta hissalardan qo'shgan insonlardan bittasi hisoblanadi. Bilamiz, har bir farzandga ota-ona hayotida juda ahamiyat kasb etadigan shaxslardan hisoblanishadi, chunki o'zimiz bilamiz, mana ota-onani qilgan duosi bu haqiqiy o'q deyshadi, ya'ni borib tegadi. Har bir ota-ona farzand uchun agar chin yurakdan duo qiladigan bo'lsa, ularni duosi albatta ijobat bo'ladi. Bundan tashqari ularga berayotgan ta'lim tarbiyalar, ya'ni bilasiz, biz asosan kumirimiz otamiz. Misol uchun otamizga qarab olsamiz, ya'ni shu katta bo'layotgan asosan o'sayotgan davrlarimizda asosan bizni birinchi ko'z oldimizda gavlanadigan har bitta misol uchun qiladigan ishimizda bizga yo'l ko'rsatgan inson albatta otamiz. Ana undan keyin onamiz, ya'ni onamiz bizga asosan har qanaqa holatda dalda beradigan inson. Bilasiz, ko'p narsalarni dadamizga ayta olmagan paytimizda onamizga aytamiz, ya'ni onamiz bilan sirdosh bo'lamiz. To'g'risi ota-onam haqida ko'proq gapiraman. Menimcha tinglovchilar buni tushunishadi, chunki men bu orqali nimani ko'rsatmoqchiman? Bolalarga ota-onamiz biz uchun qanchalik muhim. Ya'ni ularni duosiz, ya'ni ularsiz biz hech kimmiz. Ya'ni ular bizga kelajakda muvaffaqiyatli inson bo'lib yetishimizga, ya'ni yaxshi hayot kechirishimizga nimasi bo'ladi? Juda ham kerak bo'ladigan insonlar. Shuning uchun ota-ona haqida ko'proq gapirmoqchiman. Avvalo shu darajaga yetishim yo'lida ota-onam juda ko'p ish qilishdi.
To'g'risi, biz o'sha aytib o'tganimdek, avvallar do'kon ochganmiz. Buni bizni taniganlar juda yaxshi bilishadi. Uchqurg'on aholisi, dadamni, onamni. Biz o'sha bozorda do'kon ochganmiz. Asosan parfumeriya, ya'ni ayollar uchun turli xil o'sha kosmetika buyumlarini sotganmiz va asosan yoshligim do'konda o'tdi. Ya'ni aqlimni tanigan paytlarim do'konimizni ochganmiz va shu 4 yil 5 yil bizni umrimiz, ya'ni o'sha bor vaqtimiz do'konda o'tdi. Ya'ni do'kondagi ishlar, odamlar bilan savdo qilishlar, shu orqali juda ko'p insonlarni tanidik. Va biz oilamizda o'qituvchi yoki deylik ilmli insonlar chiqmagan, to'g'risi. Hamma o'sha aytib o'tgandek savdogar, tadbirkor, chunki achamlar ham, opodamlar ham temirchi va hokazo bo'lishgan. Shu sababli birinchi inson manman, to'g'risi, ya'ni o'qituvchi bo'lib chiqishgan, erishgan. To'g'risi o'sha savdo qilib yurgan paytlarimizda akam bilmadim, menda qanaqadir iqtidor borligini ko'rganmi yo'qmi, o'qishga berishga qaror qildi. Endi bir qalbimizda og'riqli nuqtasi bo'lgan hozirgi yoshlarni eng katta qilayotgan xatolardan birini bir hissamiz qo'shilishligi uchun shu savolni tuzdik. Savol mohiyati har bir buyuk insonning orqasida uni tirgak bo'lib turuvchi oilasi, ota-onasi, aka-ukasi bor. Sizga shu tirgaklik vazifasini ota-onangiz qandoq qilib bajarib berishdi va sizni hozirgi darajaga erishguningizgacha ularni hissasi qay darajada bo'ldi? Juda katta bo'lgan ularning hissalari. To'g'risi, har bir muvaffaqiyatli insonning ortida ota-onasining duosi turadi albatta, chunki biz insonmiz, baribirda ota-onamiz doim bizga yaxshilikni xohlashgan va doimiy tarzda bizga bildirmasdan duo qilishadi va albatta mana shu duolarning natijasida inson muvaffaqiyatga erishish juda oson bo'ladi. Shu kabi men ham ota-onam juda ham katta ahamiyat kasb etishgan, shaxsan shu darajaga erishishimda. Va yana shu narsani ta'kidlab o'tishim kerak. Ota-onam bilan birgalikda akam meni shu sherzod bo'lib, shu darajaga chiqishimga ham juda katta hissa qo'shgan insonlardan bo'lishadi. Faqat afsuski bugungi kunda akam oramizda yo'q, chunki kasallik tufayli 10 yil avval o'tib ketganlar. To'g'risi, aytib o'tdim, biz savdogarlar oilasida tug'ilganmiz va ota-onam asosan qiladigan ishlari tadbirkorchilik bo'lgan, ya'ni bozorda do'kon ochganmiz, parfumeriya do'koni, asosan o'sha ayol qizlarga o'sha turli xil kosmetika narsani sotganmiz va ko'pincha holatlarda bizning uyimizda, to'g'risi, biz oilamizdan, masalan uchun o'qituvchi, shunga o'xshagan ilmli insonlar chiqmagan, to'g'risini aytish kerak, faqat aytib o'tyapman, savdogarlar, chunki opodam temirchi bo'lishgan, temir mahsulotlarini sotishgan, achamlar demak konditorda, ya'ni o'sha non mahsulotlarini qilib sotishgan. Endi dadamlar ham tabiiyki shularning ortidan savdogar bo'lib yetishgan insonlar. Onam ham shifokor, dastlab shifokor bo'lib, keyinchalik o'z kasblarini o'sha bozor, ya'ni o'sha tadbirkor ayolga o'zgartirdilar. Va oilaviy tadbirkor qilishni boshladik. Esimni taniganimdan beri o'sha maktabni endi birinchi sinflari 5-maktabga chiqqanmiz biz. Shu paytlarda ham biz asosan do'konga chiqib yurardik. Ya'ni bor o'sha bo'sh vaqtlarimizni ham, maktabdan bo'sh vaqtlarimizni ham tabiiyki do'konda o'tkazganmiz va ko'p holatlarda biz o'sha savdogar ilmni olganmizda. Ya'ni odamlar bilan muloqot qilish, ularga yaxshi muomala ko'rsatish, ya'ni savdo qilishlar bilan ko'p vaqtimiz o'tgan. Keyinchalik akam menda iqtidor bormi yo'qmi bilmadim, ko'rganmi, aniq bilmayman bu narsani, lekin meni o'qitishga qaror qildi va 5-maktabdan ma'lum sabablarga ko'ra 43-maktabga, ya'ni gimnaziya, o'sha paytda matematika va ingliz tiliga ixtisoslashtirilgan maktabga o'tkazdilar va 5-sinfdan boshlab bu yerda tahsil olishni boshladim. Va doimiy tarzda akam meni o'qishga undardilar. To'g'risi, men shu yerda aytaman, dadamlar boshida o'qishimga qarshi bo'lganlar. Chunki ular xohlaganlar bizdan savdogar chiqishini, ya'ni o'zlarining kasblariga o'xshab, ya'ni tadbirkorlik, savdogar. Chunki o'sha paytda bizning hayotimiz ancha yaxshi kechardi, hayot tarzimiz hammaga yarasha o'zimizga yetarli hamma narsamiz bo'lgan. Hayotimiz juda ham bir ravon o'tardi. Ya'ni yaxshi o'tardi. Dadam o'ylaganlar, demak kelajakda ham shunaqa bo'ladi deb va bizni ko'proq akam ikkalamizni ko'proq o'sha aynan savdogarlik yo'nalishida ketishimizni juda xohlaganlar. Lekin akam men savdogar bo'laman, sen o'qiysan, ya'ni o'sha chet ellarda o'qiysan, o'sha institutga kirasan deb niyat qilgan edilar va shu yo'nalishda qattiq harakat qildilar. Va gimnaziyaga o'tdim, o'qishni boshladim. U yerda avval tarixni boshladim. Ingliz tili bo'yicha to'g'risi menda unchalik savod bo'lmagan. Ko'plab o'sha o'rtoqlarimdan ko'chirib o'sha baholani olardik va maktabni tugatishga yaqin men kursga berganlar, to'g'risi ingliz tili kursiga. Birinchi kursni Soliqxonada boshlaganman. 6 oy yerda o'qiganman, tahsil olganman. Undan keyin shaharga o'tib ketganman. Ya'ni o'sha SPC degan o'quv markazi bo'lardi, o'sha yerga tahsil olganman. Va akam doimiy tarzda meni hamma narsadan ozod qilib, ya'ni o'sha o'qishimga imkon yaratib bergan inson hisoblanadi.
Va ma'lum sabablarga ko'ra akam kasallik orttirdi, olamdan o'tdilar. 2015-yil 7-yanvarda rak kasali tufayli olamdan o'tib qoldilar va shundan boshlab hayotim butunlay o'zgarib ketdi. Chunki doimiy tarzda meni qo'llab turadigan inson, endi ota-onam albatta qo'llashadi, duo qilishadi, lekin o'sha yerda aytib o'tgandek, dadam bu o'qishimga qarshi bo'lganlar, to menda o'sha narsani ko'rmagunlariga qadar. Akam bu yoqda doimiy ravishda endi bir katta inson meni o'qitishga harakat qilib ham moliyaviy tomondan ham o'sha ma'nan sen pul olaysan, sen harakat qilsang bo'ladi, senda o'xshaydi deb turib doimiy tarzda o'sha ham ma'nan ham moliyaviy o'sha moddiyat tomondan ham meni ta'minlab turgan inson edi. Lekin birdan hamma narsasi o'zgardi. Akam vafot qildilar va undan keyin bor mas'uliyat menda qoldi. Endi dadam bilasiz, farzand yo'qotgandan keyin qanaqa hissiyotlar bilan bo'lishadi, onam bir tomondalar va o'sha paytlarda bizni oilaviy sharoitimiz ham uncha zo'r emasdi. Biz ancha qarzga botganmiz, kreditlarimiz bor, shunaqa holatlar bo'lgan va ana o'shandan keyin to'g'risi men tushunib yetganman, demak bularni, ya'ni akamning o'rni juda katta edi. Ana endi harakat qilishim kerak va o'sha paytdan boshlab dadam ishonishni boshladi. Ha, demak sendan o'qishdan chiqadi, o'sha sen nimalarga erisha olasan deb turib, dadam o'qishimga yana imkoniyat qilib berdilar, sharoit qilib berdilar, shaharga ketib o'qidim. Va shu paytdan boshlab dadam menga har bitta narsani o'zimga bildirmasdan ta'minlab berdilar-da. Ya'ni men ham misol uchun deylik, shu o'qishimga pul kerak bo'lib qoldi. Dedam qo'llaridan kelgan hamma narsani qildilar. Men ham misol uchun deylik, menga bildirmasdan ko'p kerak bo'lsa ko'p narsani sotdilar, kredit oldilar, shu o'qisin degan maqsadda. Onam bu yoqdan doimiy tarzda bildirmasdan qo'llab-quvvatlaganlar, duolar orqali albatta, shu kechasi bo'ladimi, hozirgi kungacha meni ozgina qanaqadir nimasi bo'ladi, uyqu qochibda ko'chaga chiqsam kechasi o'tirgan bo'ladilar, duo qilib endi biz uchun, farzandlar uchun va mana shu duolarning ortidan shu choqqacha yetib keldik. Ya'ni ularni bizga bildirmagan, ya'ni doimiy tarzda qo'llab-quvvatlashlari albatta duo orqali ijobat bo'ldi. Mana bugunga shu kunga yetib keldik. Alloh nasib qilgan ekan. Va yana bir o'rinda aytib o'tishim kerak, dadamni menga bergan nimasi bo'ladi, ko'nikmalari juda muhim. Bolaga aytishim kerak, meni mustaqil o'sha ko'p narsani qilishga o'rgatdilar. Mana ko'p bilasiz, dadalarni bolalar uchun nimadir qilib berishadi. Mana masalan o'qishga kiritib qo'yadigan bo'lsa, dadasi yordamida yoki misol uchun mashina olish kerak, dadasi olib beradi. Yoki aytaylik, oddiy yumushlarga kiyimga boramiz, dadasi orqali. Asli bu quvonch beradi. Ya'ni nimasi bo'ladi, maktabga sizni majlisga chaqirsa-yu otangiz va otangiz kelsa, bu qanaqa quvonch beradi. Lekin menda unaqa holat bo'lmagan. Chunki ko'p holatlarda aytib o'tdim, dadam qarshi bo'lgan boshda ko'p joylarga bormaganlar. Men tushunib yetdim, bugungi kunda ota bo'lganimdan keyin meni o'zimni mustaqil bo'lishimni xohlaganlar. O'zi menga yura-yuraridan yordam bergilari keladi. Misol uchun har doim yonimda dalda bo'lib turadilar, lekin uni bildirmaganlar o'zimga. Ya'ni bolam o'zini o'zi eplasin, mustaqil bo'lsin degan maqsadda ko'p narsalarni menga o'zimga qildirishga majbur bo'lganlar. Men ham misol uchun oddiy shu kursni ochishda, bilasiz, baribir moddiyat kerak bo'ladi, ko'p narsa kerak bo'ladi, lekin dadam nimasi bo'ladi, o'zi qilsin deb turib menga imkon yaratgan. Aslida qilib bera olardilar, lekin o'zi nimalarga qadriga yetsin, ko'p narsani o'zi o'rganib qilsin degan maqsadda nimasi bo'ladi, shu narsani o'zimga qildirganlar. Ya'ni gaplashib bermaganlar, bor o'zing gaplash, o'zing hal qil, men har doim sen uchun hal qilib bera olmayman, o'zing hal qilishing kerak, o'rganishing kerak deb turib ko'p holatlarda shunaqa ko'nikma bergan. Va Allohga behisob shukr, mana bugungi kunda ko'p narsani albatta dadam yordamida mustaqil qilishga erishdim. Ya'ni dadam pinhon ortimda turadilar, men bu yoqdan qilaman. Chunki bilaman ular yonimda bor. Ya'ni ularni yonimda borligini o'zi juda katta dalda. Demoqchimanki, xulosa, ota-onaning o'rni farzandni juda katta bir muvaffaqiyatga erishishda juda katta ahamiyat kasb etadi. Buni ko'pchilik bolalarimiz bilmaymiz. Ozgina cho'zildi, yana bir o'rinda shu narsani aytib o'tib ketishim kerak. Biz hozirda ota-onamiz borib quchoq ola olmaymiz. Ya'ni yoshlarni ko'raman, haligi o'spirin davri bo'ladi, haligi rosa ovoz chiqqan, haligi nimasi bo'ladi, ovoz ko'tarilgan paytlar bo'ladi. Ya'ni birorta narsa aytishdi, deb qo'yishadi, bilasizmi? Shu holatlarda biz misol uchun ota-onamizga yaxshi ko'rishimizni ham ayta olmaymiz. Ona borib turib quchoqlab, yuzlaridan o'pib, o'zimizni muhabbatimizni ko'rsata olmaymiz ularga. Men bolalarga shu narsani tavsiya qilgan bo'lardim, bugundan ular o'zgarishsin. Ya'ni men shu suhbatimiz qachon chiqadi, o'sha paytda ko'rishganda shu narsani o'zgartirishni xohlardim. Ya'ni ota-onalarini o'sha sevishini, muhabbatini ochiq-oydin, endi bo'ladi, mana men o'zim holatimda men borib quchoqlab
qilolmaganman-da. Shu narsani juda xohlayman, bola qilishsin. Ya'ni ulardan har bitta o'sha ertalab bo'ladim, kechqurun bo'ladim, yuzlaridan o'pib, quchoqlab, ularning muhabbatini ochiq aytishsin va ulardan duo olishsin. Chunki men juda ko'p holatlarda ko'rdim. Mana misol uchun deylik, men aytib o'tdim, bizda juda ko'p qarz bo'lgan. Men o'zimni holatga tasavvur qilmaganman. Ya'ni bor maqsadim qarzdan qutulish bo'lganda. Lekin nima desa bo'ladi? Ota-onam duo qilishdi, Xudo avvalo Xudo berdi. Ota-onam duo qilishdi va men bir deganda qarzdan chiqdim. Shunaqa o'quv markazini ochdim va bugungi kunda 1,5-2 mingga yaqin bolaga ta'lim beramiz, misol uchun jamoamiz bilan birgalikda. Juda ham ko'p ish o'rinlarini ochganmiz, misol uchun. Juda ko'p insonlarga nafimiz tegdi. Albatta nafimiz tekkan bo'lsa, demoqchimanki, bu darajaga chiqish uchun ota-onamning duosi, ularni menga qilgan podдержкасы juda katta bo'ldi. Shuning uchun ham yoshlarga men xohlardim, ular doimiy tarzda ota-onasiga birinchi o'rinda o'sha yaxshi ko'rishlarini, o'sha quchoqlab, o'sha mehr ko'rsatishlarini xohlardim, chunki bugungi kunda ko'pchilik yoshlar qilmaydi bu narsani. Ikkinchisi, ulardan doimiy ravishda duo. Mana oddiy darsga kelishadi, biz o'quv markazi miqyosida oladigan bo'lsak, darsga ketyapman, bir duo qiling. Menga bir yaxshi bir ilm bo'lsin, bugun nimadir o'rganib kelay. Biz bu narsani olmaymiz to'g'risida, ya'ni ota-onadan. Shu narsani qilishlarini xohlardim va buni qilgandan keyin men juda ko'p o'quvchilarimni sezganman, yaxshi natijalarga erishgan. Juda ham ko'p insonlar bilaman, aynan ota-onasi ularni hayotlarida kasb, juda ham muhim kasb, ahamiyat kasb etganlar. Bu ota-ona haqida gapirsak, soatlab gapirish mumkin. To'xtamaydi, chunki eng yaqin inson bu ota-onalar. Ota-ona haqida gapirsa gap ko'p. Endi lekin shu joyda bitta narsani ta'kidlamoqchimiz. Aqlli inson kim? Aqlli inson kim? Xato qilib xatosini to'g'rilaganmi yoki biror kishini xatosidan ko'rib turib xulosa olib turib o'sha xatoni qilmaganmi desa, ulamolar javob berar ekan. Aqlli inson birov xatosini ko'rib, xatosidan xulosa chiqarish. Siz aytyapsiz, ota-onamni quchoqlamayman, bag'rimga bosa olmayman. Bu ham nisbatan olsa qaysidir vaqt keladi, tinglovchilarimiz ham, baribir hammamiz g'animatmiz. Lekin ota-onamiz bizdan yoshlari ulug' bo'lgani uchun ular shu yelkangdagi bir qush pish desam uchib ketadi. Ketib qolishlari ehtimolligi bor. Balki bizdirmiz. Lekin ota-onaning duosini olish, ularni har doim oldida turish, sergak turish. Men shu narsaga juda xursand bo'laman. Yoshlik paytimizda, ya'ni aqlimizni tanib, sal tushunchalarimiz bo'lgungacha ota-onamizni, ya'ni yoshlar ko'p tergashadi. Har bir yoshchi ota-ona ko'p tergaydi. Kursga bordingmi, darsingni qildingmi, boshqa qaysidir bolalarga malol keladi. Vaqt kelsa bizga ham malol kelgan. Kursingga bordingmi, ishingga bordingmi, kech qo'yapsan, boshqa qilyapsan, g'alati tuyuladi. Vaqtga keldi, ustozlar bilan gaplashganda, ota-onang seni so'ksa, xursand bo'l. Oldilar xafa bo'lardik. So'ksa, nima so'kishirar ekan. Endi o'zimiz ulg'ayib, farzandli bo'lib, oilali bo'lib, shu narsani xulosa qildik. Ota-onam so'ksa hozir meni, abamni so'ksalar, xursand bo'laman. Bildirmayman, lekin xafa bo'lib yosh bolaga o'xshab turib xafa bo'lganman, lekin ichimda xursand bo'laman. Ona farzandiga jur'at yetyapti so'kishlik uchun. Hozir biz yoshimiz 28 ga yetgan bo'lsa, bizni so'kishyapti ota-onamiz. Yuzimiz undoq tuyulmaydi, chunki bilib qolishmasin deymiz, qalbimiz xursand bo'laman. Demak, ota-onamni xafa qilib qo'ymabman. Menga ochiq-oydin gapirishyapti, so'kishyapti. Lekin hozirgi aksariyat yoshlarda ota-onasi farzandiga gapirgani qo'rqadi. Dili orib qolmasmikin, hozir so'kib qo'ysam kursdan chiqib ketib qolmasmikin, yoki boshqa qilib yubormasmikin, telefonni otib yubormasmikin, zarda qilib, yoki eshikni tepmasmikin degan xulosa bilan bo'lishadi. U misoli qanaqa-yu? Ya'ni ona qo'rqib turishligi. Ya'ni biz katta bo'lib bilganmiz buni. Qo'rqib turadi farzandiga gapirgan. O'zi asli teskarisi bo'lish kerak. Ya'ni ona so'ksin farzandini, to'g'ri yo'lga yo'llasin, haqqi, ya'ni to'g'ri haromga yo'llamayaptimi, so'kyaptimi? Balki dunyoviy jihatdan noo'rindir, lekin so'kyaptimi? Bu yoshlar, xursand bo'ling, ota-onangiz sizga jur'at yetyapti degan so'kishlik uchun. Xursand bo'ling. Siz demak ota-onangizni bir ardog'idagi insonsiz. Akangiz haqingizda gaplashdik. Aka ham mana bir o'rinda sabab bo'lib qolgan ekanlar. Alloh o'zi rahmatiga olsin. Akalar ham, opalar ham, onam bor-ku, dadam bor-ku, eplab oladigan, ko'chada ukasi urushib yursa, yoki kursga kirmasdan boshqa, maktabga kirmasdan boshqa joylarda yursa, akam eplab oladi deyish kerak emas. Nima qilish kerak? O'shini to'g'ri yo'lga yo'llab ketish kerak ekan. Xo'p, endi bir yoshlik davriga qaytsak, ya'ni hammamiz
oydan tushib shu paytga kelib qolganimiz yo'q. Maktab davrlarini eslaymiz. Endi tengdosh bo'lganimiz uchun futbol o'ynardik. Qanaqadir xushchaqchaqliklar bor edi. Stadionlardan oshib, boshqa 43-maktabda o'qigansiz, biz boshqa maktabda. O'sha davrlar, ya'ni maktab davri siz uchun qanaqa bo'lgan? Maktab davriga qaytgisi keladimi hozir? Bolalar bilan uchrashib, misol uchun gaplashib, darslar, ustozlar maktabdagi. Juda qaytgim keladi, chunki maktab davri bizda boshqacha o'tgan baribir. Men yoshimdagilar, siz yoshingizdagilar buni tushunishadi. Bizning maktabda ijtimoiy tarmoq, telefonlar unchalik rivojlanmagan edi. Ya'ni bo'lardi bir necha insonlarda, aynan bitiruvchi yillarimizda bir necha insonlarda o'sha knopkali telefonlar bo'lardi, lekin deyarli hech kimda telefon bo'lmagan. Ya'ni bizning maktab davri juda yaxshi o'tgan. Aytib o'tdim, 1-5 maktabda o'qiganman, 4-sinfga qadar. U yerda rus tili maktab. Biz asosan ustozimiz Alfiya Zutillayevni o'sha paytgacha ham sinfdosh bo'lganmiz siz bilan. Undan keyin 5-maktabdan 43-maktabga o'tganman. O'sha aytib o'tdim, akamlar o'sha iqtidorni sezib o'sha maktabga olib o'tishgan va o'sha davrdan boshlangan eng qiziqarli davrlar, to'g'risi, ya'ni esga oladigan davrlar. Chunki o'sha paytda biz unchalik ilmga qiziqmaganmiz. Bizni maktabda aytaylik o'qiganmiz, lekin biz unaqa zo'r o'qiganmiz deb ayta olmayman, to'g'risi. 43-maktabga o'tdik, butunlay boshqa atmosferaga tushib qolganmiz. Chunki u yerda hamma o'qimishli, biz to'g'risi bu yoqdan kelganmiz, endi biz ko'proq rus tilini bilib o'tganmiz. Biz o'zbek tiliga ham juda qiynalganmiz, yozishga, gaplashishga. U yoqda matematika juda rivojlangan edi. Baribir ixtisoslashgan maktab yaxshi bo'ladi, bilasiz. Bolalar nisbatan kuchli edi. Ya'ni ularga qarab harakat qilishni boshlaganmiz. Lekin men ayta olaman, ko'pchilikka darsda ham yoki boshqa joylarda ham aytganman, men unaqa bir o'qimishli inson bo'lmaganman. Aytib o'tdim, biz asosan vaqtimiz do'konda, ya'ni bozorda savdo bilan o'tgan. Ya'ni mahsulot keladi, uni tovarni terasiz, uni sotasiz, yana shunaqa vaziyatlar bilan o'tgan. Ya'ni bo'sh vaqtimizda ham asosan shu do'konda o'tgan. Keyinchalik o'sha 7-sinf, 8-sinfda tarix faniga qiziqish boshlaganman. Shundan keyin o'qish nisbatan yaxshilangan, lekin o'shanda ham ingliz tilini unchalik o'rganmaganman, ya'ni bilmaganman. O'sha good morning, good afternoon farqiga bormas edik, to'g'risi. Chunki yana aytyapman, bu yoshlik davri, biz ko'proq vaqtimizni stadionda, ya'ni kerak bo'lsa o'sha ma'lum bir, ayniqsa matematika fanidan birinchi qiladigan ishimiz qochish bo'lgan. Ya'ni qanaqa qilsak, biz ustoz darsdan chiqarib yuboradi va biz chiqib bemalol futbol o'ynasak bo'ladi degan tushuncha bo'lardi. Chunki matematika unchalik qiziqmasdik, u qiyin edi birinchidan. Ya'ni bizga o'rganish juda qiyin bo'lgan. Ustozlar ham juda ko'p harakat qilishgan. Esimda o'sha Muharramxonaga, Manzuraxonaga va Adhamjon domla bizga darsga kirishardi. Ishoning, biz kalta yeganmiz. Ko'chaga olib chiqib, kerak bo'lsa qishda kalitlar bilan yoki qo'llar bilan urishgan. Endi to'g'ri bu narsani juda oddiy qabul qilganmiz. Uydagilarga hech kimga aytmaganmiz. Bizga qanaqadir saboq bo'lgan, lekin shuni ham o'zgarmaganmiz. Ya'ni bor e'tiborimiz futbolda bo'lganda. O'sha 9-sinfga yetib ko'p narsani tushunganmiz, kechligan. Lekin o'sha paytda ustoz aytadi, mana hozir ham maktabda shu narsani, o'qi, kech bo'ladi deyshadi. Bolalar bu narsaga e'tibor bermaydi, to'g'risi. Chunki boshida o'sha devorga urilmagunga qadar bu narsani his qilishingiz qiyin. Biz ham o'sha 9-sinfda tushundik, bitiradigan yilimiz, undan keyin kollejga kirishimiz kerak edi. O'sha paytda tushunganmiz, o'qituvchilarning o'sha qanchalik gaplari bizga oltinga teng bo'lganida. Chunki biz o'qimaganmiz. Mana hozir juda afsus qilaman, fizikani, kimyoni, matematikani o'qimaganimdan. To'g'ri o'qidik bu fanlarni kech, juda kech. Yaqin aytaylik o'sha kollejni bitirgandan keyin o'qidikda. Ya'ni 2 karra mehnat bilan o'qidikda bu narsani. O'sha paytda misol uchun o'rgansak bo'lardi, osonroq o'rganardik. Bir qancha ko'proq ma'lumotlarni olgan bo'lardik. O'rganmadik. O'sha bor vaqtimizni ko'chada, o'sha bozorda yoki futbol maydonida o'tkazdik. Shunday qilib o'tdi maktab. Lekin juda qiziqarli davrlar bo'lgan men uchun. Hozir juda qaytish xohlardim maktabga. Hozirgi paytda maktab yana bizga yaqin bo'lgani uchun stadionni oldidan ko'p o'tamiz. Maktab tinch, ya'ni o'qish payti bo'lsa, bizning paytimizda qanaqa edi deyman. Stadion to'lib ketgan odamlarga maktab futbol o'ynalardi. Hozir jismon tarbiya darsi bo'lsa ham endi bo'lsa kerak-ku, futbol o'ynash, boshqa narsa. Lekin aksariyat o'quvchilarni ko'raman shu tashqariga chiqmasdan xonada yo telefon o'ynaydi yoki boshqa qiladi. Bizning davrlar endi har bir davr oldingi davrga nisbatan farqlanib boradi o'zi bu hammaga ayon. Lekin bizni yoshimizga solishtirganda hozir keskin o'zgarish bor. Sharoit qancha komfort uyg'otilgan sari, misol uchun kurslar bor, maktabdagi sharoitlar zo'r, lekin komfort zonada o'sish bo'lmaydi-yu. O'sish bo'lmagan singari guvoh bo'lamiz, shu narsalar yo'q. Xo'p, endi bir narsani aytmoqchi edim. Ya'ni ta'lim sohasi.
ta'lim sohasiga kirib kelish, ya'ni ingliz tili sohasiga kirib kelishga, ya'ni aynan ingliz tili, nimaga rus tili emas? Endi akangiz bilgan ekan, o'sha ta'lim sohasiga xosligingizni nimaga aynan ingliz tili? U paytlarda biz o'qigan paytlarda, misol uchun ustozingiz esladingiz, Solixoniyni, bizni ham ustozimiz bo'lgan. U paytlarda ingliz tili bunchalik rivojlanmagandi. Lekin siz, ya'ni boshqa kishilar harakat qildi, natijaga erishdi. Lekin u paytda misol uchun IELTS hech qanaqa darajasi yo'q edi. Lekin harakat qilindi, erishildi. Hozir hamma narsaga imkoniyat bor. Shu aynan ingliz tili tanlashingizga sabab nima bo'ldi va buni orqasida ko'zlangan maqsadlar nima edi ingliz tilini boshlashdan? To'g'risini aytadigan bo'lsam, birinchi o'sha gimnaziyaga o'tganim asosiy sababi endi matematika, ingliz tilini o'qish. Chunki ham o'sha paytda matematika, ingliz tilini o'qiydi, shu narsani men ham davom ettirish. Lekin tarixga bo'lgan qiziqishim juda kuchayib ketdi. Munojatxonaga biz ustozimiz shunaqa meni qiziqtirdi tarixga, tarixdan boshqasi ko'zim ko'rmay qoldi. Ya'ni ularning darsida juda ko'p nima desa bo'ladi, ma'lumotlar oldim. Ya'ni baribir tarixni o'rganish qancha qiziqarliroqki, boshqa bir fanlarni o'rganishga qaraganda, aytaylik fizika yoki kimyoni solishtirsak, tarix fani baribir bizga nima desa bo'ladi, juda ham qiziq bo'lgan ma'lumotlarni o'rganasiz va tarixga bevosita qiziqib ketdim. Lekin bu ko'pga cho'zilmadi. O'sha 9-sinfda tarixni to'xtatishga qaror qildim. Bor e'tiborimni ingliz tiliga qaratishga qildim. Chunki biz o'sha 9-sinfni bitirib, akademik litseyga yoki kollejga kirishimiz kerak bo'lardi va akademik litsey Loladagi o'sha juda ham mashhur Lola litseyi bo'lardi. Shunga kirishga qaror qildim. Uydagilarim ham ko'nishdi. Meni o'rtog'im bor, hozir Amerikada, Oqiljon. Shu ingliz tiliga borib yurgan paytda men ham qiziqish boshladim. Ya'ni menga kerak akademik litseyga o'qishga kirishimiz uchun ingliz tili kerak, matematika kerak. Ingliz tilini matematikani maktabda o'rganamiz. Kurslarda, Adhamjon domlada. Lekin ingliz tilida o'rganishimiz kerak. Maktabda o'rganib bo'lmayapti. Chunki maktabda ham yaxshi ustozlar bor, lekin biz o'rganmaganmiz. Shu 9-sinf oxirida. Keyin bu Solixonaga borishga qaror qildim. Oshnam o'sha yerda Oqiljon uylariga borardilar va ular bilan birga bordim. Va 6 oy aniq esimda ularda tahsil olganman. Lekin tahsil olishim qanaqa bo'lgan? Juda zo'r bo'lmagan. Chunki men o'yin qarab olganmiz-da. Oqiljon bilan o'sha oshnam bilan biz PlayStationga ketib qoladi. O'sha paytda endi PlayStation o'yinlari juda avj olgan paytda telefonlar yo'q, faqat o'sha kompyuter o'yinlari, Counter Strike yoki PlayStation, o'sha futbol o'yinlari juda bir avjiga chiqqan payt. Biz nima qilardik? Endi yosh bo'lgan ekanmiz. Mana shu narsani hozir bolalar qilmasligini xohlardim. Biz aldab ketib qolardik o'sha PlayStationga va tabiiyki o'qish yaxshi bo'lmagan. Biz o'sha Lola litseyga kirdik, Lola litseyga ham kirdim. Faqat juda oxirgi, ya'ni 31 ta o'quvchi olingan, juda aniq eslayman, men 30-o'rinda turganman. Meni qarindoshim o'sha birga topshirgan sonim 27-da, Oqiljon bizdan sal tezroq 21-da kirganmiz. Kirganmiz o'qishga, o'sha aniq fanlar yo'nalishiga kirganmiz. Va shundan keyin ingliz tili o'qish yanada rivojlandi. O'sha paytda SPC o'quv markazida endi avj olib chiqayotgan edi. Ya'ni unaqa ko'p emas edi, bugungi kunga kabi ko'p emas edi. Aytaylik sanoqli edi, ya'ni Dombit bo'lardi, Chorsuvdagi, hamma biladi. O'sha Do'stlikda SPC bo'lardi. Shu ikkita o'quv markaz Lolani o'zida kurslar bo'lgan. To'g'risi juda ko'p joylarda o'qib chiqqanman. Solixonadan keyin Lolani o'zida o'qidik. Lekin bo'lmadi, ko'tara olmadik. Vazifalarimizni ko'p berishardi, lekin qila olmasdan ko'tara olmadik. Keyin endi baribir do'stlaringizga qiziqasiz, atrofingizdagi odamlar qayerga borsa, o'sha yerga borishga harakat qilasiz. Demak, biz 4 kishi o'sha yerda yashagan bo'lsak, 3tasi SPC ga boradi. Men ham 4-chi bo'lib borishga harakat qildim. Bordim, qabul qilishdi. Birinchi etap o'qishni boshladim. Va o'qib yurdik, etaplardan yiqildik. Orada, misol uchun 4-etapdan 3 marta yiqilganman mana misol uchun. Endi nimasi bo'ladi? O'sha paytlarda ham nimasi bo'ladi? Baribir o'qishga bo'lgan bor e'tiborimiz kuchli bo'lmaganda, ana shunga bo'lmaganda ingliz tiliga, ya'ni e'tiborlarimiz, xayollarimiz chalib ketib qolgan. Shu natijasida imtihondan yiqilish bo'lgan. O'qidik ingliz tilini va 6-etapida adashmasam, bilasiz, SPC'da mana hozir bizda ham shunaqa etapli, ya'ni bosqichli, har bitta bosqich 3 oydan davom etadi va adashmasam 6-bosqich o'sha oxirgi etap biz IELTS ga tayyorgarlik ko'ryapmiz. To'g'risi, biz uchiqroq yurgan paytlarimiz IELTS nimaligini bilmaganmiz. Ya'ni aynan unaqa sertifikat borligini bilmaganmiz. Biz faqat testga, ya'ni biz aynan Solixonaga borganimizda ham esni olayman, juda yaxshi esimda. Biz 36 ta test ishlardik. Ya'ni katta opalar bilan biz uchun kichkina bo'lganmiz juda ham, ular bilan test ishlardik. So'z ham yodlaganmiz, grammatikani o'tganmiz, lekin biz asosiy endi
baribir hammada o'rgatishda maqsad bo'ladi-ku. Mana misol uchun hozir biz ham ingliz tilini o'rgatamiz. Nima maqsadda? Bolalar o'sha kelajakda institutda, universitetda ishlatish uchun yoki o'sha sertifikatni olib qaysidir yo'nalishda bir sohaga kirish uchun, to'g'rimi? Demak, u yerda ham maqsad bo'lgan. Nima maqsad? Teslash. Ya'ni o'sha bilasiz, o'sha paytlarida 1-avgustda abituriyentlik imtihon topshiradi. O'zimiz ham o'sha 1-avgustga topshirgan bolalardanmiz, bilasiz. Bor e'tiborimiz shu DTMga qaratilgan. Va u yerga bordim, ya'ni SPCda IELTS. U yangi nom biz uchun eshitilmagan jihat. Ya'ni reading, listening, ya'ni biz chunki bu uchronda o'rganganimiz yoki lolada o'rganganimiz, biz yuzaki o'rganganmiz. Ya'ni shu ma'lum bir kitoblardan, o'sha Detey bo'lardi, Bonk bo'lardi, shu kitoblardan o'rganganmiz va u yoqqa boryapman, umuman yangi olam men uchun ingliz tilida. Chunki ular noldan boshlab har bitta detalni o'rgatishadi, qayda qachon nima ishlatishi, misol uchun zamonlar va bizga turli xil kitoblar. O'sha Science deymizmi, Health deymizmi, Third Readermi, juda ham ko'p kitoblar, Blueprint degan kitoblar, umuman o'sha boshqa olam. Unda yana o'qish qiziqish kuchaydi. Ya'ni chunki biz boramiz, u yerda 4-chi, 5-chi, 6-chi etap bolalari to'planib inglizcha gapirishadi. Ya'ni dastlab borganimizda va qiziqish kuchaydi va 6-chi bosqichga kelganimda bir taklif bo'ldi. O'qitish. Endi biz o'sha SPCda o'qib o'rganamiz, o'zingiz ham bilasiz, juda ko'p o'qituvchilar yosh bo'lishgan. Ya'ni misol uchun bizdan 3 yosh, 4 yosh katta insonlar bo'lishgan va ularga nisbatan bizda ham qiziqish tushgan. Chunki imtihon paytlari bizni o'sha observer deymiz, ya'ni kuzatuvchi sifatida imtihonlarga qo'yishardi. Endi bu orqali o'qitishga bo'lgan qanaqadir hissiyot paydo bo'lgan. Ya'ni endi bu tomoni ham yana misol uchun o'sha paytda siz kimgadir nimadirni o'rgatsangiz va ingliz tilida qanaqadir ustoz bo'lsangiz, sizni tengdoshlaringiz sizga boshqacha ruh bilan qarashgan. O'zi sabablardan bittasi ham shu. Ya'ni hammaning ichida ajralib turish bo'lgan. Shu sababli o'qitishni ham o'sha yerda qisqacha boshlaganmiz va 6-bosqichligimda boshqa o'quv markazida Navoiyda bo'lardi, taklif tushgan. O'qitasanmi bolani? Hali bitirmaganman, IELTS olmaganman, lekin taklif tushgan. Borganman, o'sha yerdagi asoschi bilan kelishganmiz. Esimda 100 ming oylikka ish boshlaganman. Birinchi oyligi 1 oyga 100 ming so'm bo'lgan. O'zi kursni narxi o'sha paytda adashmasam 67 ming, 70 ming atrofida edi. Ha, shunaqa edi. Men 100 mingga esimda bor. Birinchi oylik maoshimni taklif qilishgan. Ishlaganman. O'sha yerda 4 ta bolani o'qitganman va 4 tadan 2 tasi institutda o'qiydigan talabalar. Bugungi kunda ham o'sha insonlar bilan gaplashib turamiz. Ismlari Abduvohid. Va 4 kishiga dars berishni boshladim. 2 ta bola, 2 ta qiz. O'zim hali o'quvchiman. Hali hech narsani o'rganmaganman. Daftarimga qarab bolalarga dars o'tishni boshladim. Tabiiyki dars o'tayotgan paytimda ko'p narsani kashf qildim-da o'zim uchun. Demak, bitta narsani boshqaga tushuntirib bera oldim. Ya'ni menga o'rgatgan ustozim o'sha mavzusini men boshqa bir ustozga tushuntirib bera oldim. Shu tariqa kuchaydi, men yana bitta gruppa berishdi. Ya'ni o'sha paytda. Va esimda 2016-yili 2015-yili iyun oyida birinchi sertifikatimni olganman. 6. Endi o'sha paytda 2015-yilda 6 tani baribir kuchi bo'lgan. Esimda keyin o'sha Namanganda ishlab yurgan paytim o'sha Navoiyda bo'lardi o'quv markazimiz. Nomi o'sha biz Uchqo'rg'onga olib kelgan Granted Language degan o'quv markazi bo'lganda. Keyin u o'quv markazi yopilishga to'g'ri kelib qolgan va o'sha yili 2016-yil ekan, ming bor uzr. 2016-yil ekan, biz o'qishga topshirishimiz kerak bo'lgan. Bilasiz, kollejni 2016-yil yakunlaganmiz va o'sha men o'qishga topshirganman moliyaga. Shu o'rinda yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Baribir otani duosi, aytdim-ku, o'qib olib degan dedim-ku. Men moliyaga topshirgan paytlarim juda ham ko'pchilik aytganman, dadam qarshi bo'lganlar. Moliyaga topshirishimga, Namanganga topshir deganlar. Moliyaga topshirmagan deganlar. Yo men moliyada o'qiyman, Toshkentda o'qiyman, unaqa deb turib Toshkentga ketganman. Ishoning, o'sha paytda 123 ball yiqqanman. 123 ball o'sha paytda zo'r ball. Yaxshi ball bo'lganda, endi misol o'sha yilida zo'r ball bo'lgan. 123 ball. Kirolmagan o'qishga. Endi shu joyda bitta savol uyg'ondi. Adashmasam, kollej paytida o'qiyotganimizda Namanganda olimpiada bo'lgan. Olimpiadada bo'lgani biz kimyodan borganmiz. Olimpiada 3-kursligimizda. Xo'p, sizlar ingliz tilidan kelgansizlar. Endi shu joyda nima hozir kalit bo'lyapti? Litseyga, ya'ni 30 bittalik olinadigan o'rindan 30-chi bo'lib kiryapti Sherzod. 3-kursga kelib, olimpiadaga qatnashyapti ingliz tilidan. Shunaqa bo'lgan? Shunaqa bo'lgan. Shu darajaga erishilgan. Demak, 3 yil ichida harakat, oxirigidan 1-o'ringa.
Shunaqa bo'lgandi, to'g'rimi? Olimpiadada. Ingliz tilida. Ingliz tilidan qatnashganmiz. Lekin aniq esimda yo'q, nechinchi o'rin olganim, lekin qatnashganmiz. Ha, esimda bor. Qurg'onda hamma qatnashgan. Qatnashganmiz, lekin esimda yo'q, nechinchi o'rin olganmiz, lekin qatnashganmiz. Ya'ni dadam qarshi bo'ldilar o'qishimga, moliyada kira olmadim. Ishoning, 123 ball juda yaxshi ball bo'lgan, kirish kerak bo'lgan ball va kira olmadim. Buni tushunmaganman lekin boshida. Ha bo'ldi dedim, qaytdim. O'sha yili Singapurskiga topshirganmiz, Westminsterga topshirganmiz, to'g'risini aytaman, Westminsterga kira olmaganmiz. Keyin yana keldim endi avgust oylari va o'sha paytda Sardor aka Tursunov hozir hokimiyat tizimida ishlaydilar. Oldin bilasiz, texnikumda direktor bo'lganlar. Va shular bilan bitta mashinada taqdir taqozosi bilan shaharga ketadigan bo'lib qoldik. Abu Bakr degan oshnam bilan 3 kishi va oshnam o'shanda aytdi, bu shaharda dars beradi dedilar. Keyin Sardor aka aytdilar, asosiy sababchidan bittasi o'quv markazini ochishimizga. Hozir shu savol shunday bo'ldi, ya'ni ingliz sohasiga qanday kirib keldingiz va bu darajaga o'sha birinchi boshlanish vaqtlari bo'ldi. Keyin ular aytdilar, nimaga Chuqurronda ochmaysan shu narsani dedilar. Nimaga shu narsani Chuqurronda qilsa bo'lmaydimi dedilar. Ko'pchilik bolalar shaharga borishga qiynaladi dedilar. Bo'ladi dedim. Unchalik e'tibor bermadim gaplariga va o'qishdan yiqilib keldik. Endi qiladigan ish yo'q. 1 yildan keyin imtihon topshirasiz. Bilasiz, hozirgi yoshlar xususiy universitetlar unaqa bir avj olmagan. O'sha kuchingiz kerak. Nima bo'lsa ham 1 yil davom o'tishingiz kerak, ya'ni keyingi yil o'qishga topshirib ketish uchun. Va shunaqa bir g'oya tug'ildi. Kurs ochamiz. Oshnam bilan kelishgan holatda kurs ochamiz, ingliz tili texnikumda berib turamiz. Lekin maqsad nima bo'lgan? Shu daromad qilib turish bo'lganda, ozgina bo'lsa ham, ana 1 yilimiz bekor o'tmasin, misol uchun bo'sh qolib ketmaylik, ozgina daromad qilaylik, uyimizga foyda bo'lsin degan maqsadda ochilgan o'zi. Ochiq oydan aytaman, dastlab bolaga qanaqadir yordam berish bo'lmaganda, maqsad daromad bo'lgan. Yaxshigina bir kursdan daromad qilsa bo'ladi degan tushuncha bilan ochilgan va bordik. Sardor aka bilan fikrimizni bildirdik. Xo'p dedilar, texnikumdan xona berdilar va ijara asosida o'sha yerda ishlay boshladik. Va esimda birinchi qabul qilgan o'quvchilarimiz 30 dona bo'lgan. Ya'ni o'sha maktablardan aylanganmiz, ochishdan avval e'lonlar berilgan, reklamalar berilgan va biz birinchi ochganimizda 30 ta bola yiqqanmiz. Asosan shu Abu Bakr degan oshnam bo'lganda, shu bilan ikkalamiz ochib, G'oyat Oqijon ochildi kurs. Va shu orqali endi hamma o'zini yo'lida ketdi. Men shunda qoldim. Keyingi yili yana moliyaga o'qishga kira olmadim. 2017-yili moliyaga topshirdim. Bu safar 130 yig'dimda, yanada ko'proq ball yig'dim, lekin yana yiqildim, yana ingilisga kira olmadim. Chunki dadam bu yoqda ichlaridan rozi bo'lmaganlar-da. Ha, endi men shunaqa, endi bilmadim o'zlari qanaqa. Lekin topshirma, Namanganda o'qi deganlar-da. Chunki uzoqqa ketishim xohlamaganlar. To'g'risi, menda chetga ketish imkoniyatim bo'lgan, lekin keta olmaganman. Sabab bitta farzandim, akam vafot etgandan keyin yagona o'g'il, singlim bor. Unashmagan va 2017-yilda ham oiladan yiqildim. Yana kursga bo'lgan e'tiborim kuchaydi va tushundimki, shu sohada qolaman. Ya'ni shu kursni yanada rivojlantiraman. Chunki 2017-yil IELTS'im yangiladim va bolalar soni ko'payish boshladi. Birinchi o'quvchilarim o'sha kursni 2016-yil 17-sentyabrda ochgan bo'lsak, 2017-yilga kelib, ya'ni oradan 6 oy vaqt o'tib, 4 o'quvchim to'g'ri zo'r natija qilisha olmagan, 5,5 olishgan. 4 o'quvchini IELTS'ga tayyorladim. Juda qisqa muddatda, aytaylik, endi nima desa bo'ladi? Birinchi bo'lib Uchqo'rg'onda IELTS oldirishga endi muvaffaq bo'ldik. 4 o'quvchiga. Birinchi qaldiroqchilarimiz chiqishdi. Ularga alohida e'tibor berdik, o'qitdik, boshqa bo'ldi. Chunki biz ochgan paytlarimizda o'quvchi ko'p emas edi, o'qituvchi ko'p edi. 6 ta o'qituvchi edik adashmasam ochgan paytlarimiz. Ya'ni yig'ilib 6 taga aylandik va o'quvchi soni ham o'zi 30 ta. Bilasiz, endi ularga men o'zim shu 4 o'quvchi bilan ishlaganman. Deylik, guruh olmaganmiz, qolgan bolalar o'qitishgan va birinchi o'quvchimiz adashmasam o'sha 2017-yil mart oylarida birinchi natijani qo'lga kiritgan. Shu orqali ingliz tili sohasiga kirib keldik. Shunaqa bo'lgan. Ya'ni birinchi maqsadimiz o'zi ingliz tilini o'rganishdan shu DTM inglizga kirish bo'lgan. Undan keyin o'zgardi. Shu o'quvchi bobomda o'qituvchilik qilishni boshladim. Keyin bu yoqqa keldik, daromad qilmoqchi bo'ldik. Daromaddan keyin o'sha fikr o'zgarib ketdi. Ya'ni biz bor e'tiborimizni bolalarni o'sha bilim olishiga, ya'ni bitta natijaga erishishga qaratdik va bugungi kunda mana o'z mevasini berdi. O'sha sizlar yangi kursni ochgan davringizda biz endi chetdan qaraydigan odamlar bo'lganmiz, ya'ni yot soha, kimyo sohasi, matematika sohasidan. O'sha sizlar haqida ingliz tilidan kurs ochsangiz, biz vaqtida kimyo, matematikadan kursga borardik. Adashmasam. Shunda buni nimaga aytyapman bu gapni? Hozirgi yoshlarda tushuncha bor.
ya'ni sohaga kirib keldi, bo'ldi, birpasda natija bo'lishi kerak. Buni ko'pchilik o'zi bizdan kattaroq darajadagi insonlar o'zi ko'p gapirishadi, lekin shu real voqea shunaqa bo'lgan. Sizlar oldimizdagi binoda kurs ochgansizlar, biz kimyogarlar, ya'ni yurganimizda balki o'zimizdirmiz o'sha kishilar. Ingliz tili kurs ochib tushaydi. Nima bo'lardi degan fikrlar bo'lganda, haqiqatda tashqi qaraganda shunaqa. Namangan u qanday natija qila oldi, bittalik nima oshxonaga o'xshagan joyli edi endi. Bufetlar shunaqa partalanali texnikumdan olib chiqilgan. Qanaqa natija bo'ladi bu? Bo'lmaydi. Ya'ni biz dombit tilini tushunardik. Ingliz tilini srazu dombit, LSL tushunish mumkin, SBC tushunish mumkin edi. Ya'ni shaharga borib ham o'qirdi. Qanaqa natija qilish mumkin. Endi shu narsaga guvoh bo'lyapmiz. O'sha aytgan kishilar, ya'ni o'sha gapni aytgan kishilar o'zi ingliz tilini o'qishga majbur bo'ldi. Misol uchun o'zimiz ham kimyo, matematika yo'nalishida yoki hatto tibbiyot yo'nalishiga o'qishga kirib, peshanasi tiyib, ingliz tili muhim ekan deb turib, ingliz tilini o'rganib IELTS olganlar bo'ldi. O'shalar kishilarning ichidan. Ya'ni u vaziyat o'tdi, 5 yil o'tgandir, 6 yil o'tgandir, lekin o'zlari majbur bo'lishdi o'shanga o'rganishga. Bundan gaplaringizdan shuni xulosa qilish mumkin. Birinchi maqsad kirish, vaqtni samarali o'tkazish bo'lgan o'zi. Ya'ni 1 yil vaqt bo'lgan haqda, ikkinchi maqsad daromad bo'lgan. Ya'ni cho'ntak puli deydimi? Ota-onaga muhtoj, og'irligimiz tushmasligi uchun. Endi shu joyda bitta narsani aytish kerak. Xo'p, adashmasam kuchli ulamolardan bittasi ismlarini aytgani hali haqiqatman, ya'ni xato aytib qo'ymayman, lekin bo'lgan voqea. Madrasani oldida tursalar, oldinlari ocharchilik bo'lgan paytda madrasada talabalarga ovqat berilyapti ekan. O'zi ta'limga ishtiyoqi yo'q, niyati yo'q, qorin och. Madrasaga kirish kerak, qorin to'qlash uchun. Bu joyda qorin to'g'ishar ekan u. Deb turib madrasaga kirib, qorin to'g'ish niyatida xolos, shuni aytay. Kirdi, qorinni to'g'ishyapti har kuni kunlik. Keyin nima hosil bo'ldi? Ishtiyoq hosil bo'ldi. Keyin zamonlar vaqtlar o'tdiki, o'sha ulamo eng katta olimlardan bo'lib yetishib chiqqan. Buni hozirgi yoshlarga aytish kerak. Boshida niyat bo'lmaydi o'zi. Ya'ni niyat, xolis niyat bo'lmaydi odamda. Mana shu ta'lim sohasida ketaman, boshqa degan. Birinchi qaysidir nimadir sabab, pul bo'lar, vaqt sabab bo'lar, o'sha sohaga kirib keladi. Keyin vaqt o'tadi, ko'nikadi. Ko'nikkandan keyin sekin ustasiga aylanish boshlaydi, keyin muhabbat qiladi. Shunaqa daraja bosib o'tilgan. Demak, hammada deyarli shunaqa bo'ladi. Kamdan kam insonda o'zi xohlab, yoshligidan ayniqsa yoshlarda niyat degan narsa o'zi kamdan kam bo'lsa kerak deyman. Xolis niyat, maqsad ham o'zi deyarli so'roq ostidagi maqsadlar. Xo'p, yaxshi, zo'r suhbatimiz ketyapti. Endi keyingi savol, endi hamma o'z suhbatlashgan gaplarimiz shaxsiy savollar bo'ldi. Kirib kelish, o'zingiz haqida, ota-ona haqida eng asosiysi. Endi keling yoshlarimizga o'taylik, shaxsiyatdan yoshlarimizga. Yoshlarimizni hozirgi kunda qilayotgan eng katta kamchiliklari nima? Nimada xato qilishyapti? Ya'ni ota-onaning duosini olishyapti-yu, keyingi xatolar nima qilishyapti? Nimada xatoga yo'l qo'yishyapti deb o'ylaysiz? Shaxsiy fikr. Avvalo maqsadlarni aniq qilib olmaganliklarida. Ya'ni hozir juda ko'p yoshlar bilan gaplashamiz, kunda maqsad so'raysiz, maqsad aniq emas. Ya'ni nimaligini bilmaydi. Eng katta xatolardan bittasi shu, maqsad aniq qo'yib olmaslik. Ya'ni biz aytyapmiz-ku, mana hozir o'zi niyatimiz bo'lmaydi deyapmiz-ku, mana misol uchun, ya'ni kirib kelganda o'zi niyatimiz boshqa bo'ladi va bizga umuman boshqa bir narsa bo'ladi. Ya'ni oxir-oqibat boshqa bir narsaga borib taqaladi, lekin hozir ko'pchilik yoshlarda agar ular ota-onaning duosini olishayotgan bo'lsa, ikkinchisi bu maqsad. Ya'ni to'g'ri qo'yib olmaganligida. Va yana bitta asosiy muammolardan bittasi bugungi yoshlarimiz, bugungi yosh avlod bu ijtimoiy tarmoq bilan yashayotgan avlod. Ya'ni kimga qaraymiz? Har bitta yoshning qo'lida hozir albatta bir sensorli telefon va ijtimoiy tarmoq. Ya'ni har bir bolani o'zini shaxsiy ijtimoiy tarmog'i bor va shunda juda ko'p vaqt o'tkazishadi. Ya'ni maqsadi yo'qligidan bola nima qilishni bilmaydi. Ya'ni vaqtini qanday o'tkazishni bilmaydi. Mana misol uchun deylik, bir bolani oladigan bo'lsak, u 9-sinf yoki 10-sinf yoki 11-sinf aytaylik, to'g'rimi? Uni maqsadi yo'q. Bor, uydagilar aytayotgan maqsadlar bor. Ya'ni o'qishga kirishing kerak, qaysidir institutda o'qishing kerak. Xo'p, undan keyinchi? Undan keyin nima? Qaysidir ishga kirasan? Xo'p, undan keyinchi? Ya'ni
asl nimasi bo'ladi, o'zi xohlayotgan narsasini o'zi bilmaydi, tushunyapsiz? Va tabiiyki bunaqa jarayonda bola ko'p vaqtini ijtimoiy tarmoqda o'tkazadi. Ya'ni boshqalarni hayoti bilan qiziqib o'tkazadi. Tushunyapsiz? Ya'ni hozirgi paytda bilasiz, ijtimoiy tarmoq shunaqa rivojlandiki, bizga o'zimizni hayotimiz, ya'ni kelajagimizdan ko'ra qaysidir insonni kunlik hayoti muhimroq. Chunki uni tomosha qilamiz. Aytaylik, qaysidir inson o'zini blogini yurg'izadi va biz uni ertalabdan kechgacha tomosha qilamiz. Uni turishini-yu, uni nima ovqat yeyishini-yu. Demak, hozirgi juda ko'p o'quvchilarimiz, ya'ni o'quvchi demaylik, yosh avlodimiz qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar, ya'ni ingliz tilida bo'lish shart emas, matematikamiz umuman. Yosh avlod hozir bor olayotgan, nima desa bo'ladi? To'ynayotgan narsasi bu ijtimoiy tarmoqdagi safsatalar. Ya'ni bilamiz, ijtimoiy tarmoqda hamma narsa ochiq-oydin ko'rsatilmaydi. Ya'ni u yerdagi qiyinchiliklar, u yerdagi misol uchun mashaqqatlar hammasi menimcha yolg'on, fake ma'lumotlarda. Ya'ni misol uchun men ishonmayman, bularning hammasi juda baxtli har kuni zo'r hayot kechirayotganiga. Ya'ni bizga eng misol uchun qaysi joylarni qo'yishadi. Demak, bolalarning asosiy maqsadi yo'q va asosiy maqsadining yo'qligi natijasida bular hozir ko'p vaqtni ijtimoiy tarmoqda o'tkazyapti va buni natijasida bolalar ko'p vaqtlarini behuda sarflashyapti. Ya'ni ilm olishmayapti. Ota-ona bilan gaplashmayapti. Hozir bilasiz, uyda agar e'tibor bersangiz, hamma o'qilayotganda telefon bilan o'qilanadi. E'tibor berganmiz, misol uchun, siz biror bir joyga borasiz, aytaylik, qarindoshga yig'ilasiz va juda ham ko'p holatda siz bir-biringizdan gaplashmaysiz. Biz esimizda, misol uchun 10 yil, 20 yil demaylik, 15 yil, 10 yil avvallari biz endi baribir esimizni taniganmiz. Biz oila davrasida o'tirardik. Biz qaysidir kinoda misol uchun fikr almashib ko'rardik yoki misol uchun kino ko'rilmasa ham biz suhbatlashib soatlab o'tira olardik. Hozir soatlab necha soat o'tira olasiz? Ya'ni yosh avlodni maqsadi yo'qligi bilan birgalikda ularda ijtimoiy tarmoq ham rivojlanib kelyapti-da. Shu asosiy ikkita omil bolalarni bugungi kunda ko'p holatlarda muvaffaqiyatsiz bo'lishiga sababchi bo'lib qolyapti. Endi muvaffaqiyatsiz deganda nimani aytamiz? Misol uchun, hozir ularning 2 yil vaqti bor, 9-sinfdan 11-sinfgacha. Aytaylik, ular nimadan o'rganish kerak? Shu narsani o'rganishmayapti. Va buni natijasida biz o'qishga endi aytamiz, misol uchun, maktabni bitirgandan keyin bizda hamma o'qishga kiradi. O'qishga kirisha olmayapti. Va bularda ikkinchi o'sha tanlov bor. Ya'ni bugungi kunda bilasiz, xususiy universitetlar juda ham ko'p ochilyapti. Ya'ni ota-onaning o'zida ham shunaqa narsa bo'lib qolyapti. Xususiy universitetga kirgizib qo'ysam, ya'ni diplom uchun. Biz bilamiz-ku, misol uchun, qaysidir sohasiga kirganingizdan keyin uni ustasi bo'lishingiz kerak. Ya'ni qaysidir sohaga kirdingizmi, u haqida ma'lumot, tushuncha bo'lish kerak. Bugungi kunda bizda nima bo'lyapti? Ishga kirsa o'rganib oladi. Muhimi diplomi bo'lsa, diplomni olgandan keyin ishda o'rganib oladi. Shunaqa bo'lyapti-da va buni natijasida mana maktablarda deymizmi, nimaga o'zi kurs ochildi? Endi kengroq gapiraman, nima uchun kurs ochildi? Mana misol uchun biz kurs ochdik nega? deb o'ylaysiz, misol uchun. Ya'ni men bu anaqa gapim bilan misol uchun qaysidir yo'q, unaqa yo'q. Misol uchun e'tibor kamayib ketdi. Ya'ni oldinlari bizda ijtimoiy tarmoq bo'lmagan. Biz ko'p vaqtimizni kitob o'qish bilan sarflab o'tkazganmiz. Ya'ni baribir xohlaysizmi yo'qmi, o'rtoqlaringiz kitob o'qisa, siz ham kitob o'qigansiz, kutubxonalar bo'ladi va hokazolar. Yoki misol uchun deylik, bo'sh vaqtimizni, misol uchun aytaylik, kerakli kinolarni yoki multfilmlarni ko'rib o'tkazganmiz. Ya'ni, tushunyapsizmi? Bugungi kundachi bolalarga e'tibor bering. Ya'ni ularni jamiyatdagi nima desa bo'ladi, o'rni ham kamayib boryapti. Ya'ni biz misol uchun chiqib tengdoshlarimizdan gaplasha olganmiz, fikr alisha olganmiz, ya'ni muloqot qila olganmizda, ya'ni fikrimizni to'liq yetkazib bera olganmiz kimgadir. Hozirgi bolalar deyarli yo'q. Ya'ni ular nima qiladi? Ko'rishganda ham telefon o'ynashadi. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlar, hamma narsa ijtimoiy tarmoq. Demak, eng katta muammolardan bittasi o'sha maqsad yo'qligi, ikkinchisi bu ijtimoiy tarmoqlardan juda ko'p foydalanishligi, uchinchi navbatda ota-onaning e'tiborsizligi. Ota-onaning e'tiborsizligi. Bugungi kunda bilasiz, hozirgi biz endi kompetitiv deymizda bu narsani, ya'ni haligi raqobatbardosh dunyoda yashayapmizda, ya'ni hamma bir-biridan o'tishga harakat qilyapti. Siz misol uchun aytaylik, jentr olsangiz, men mayli bo'lishga harakat qilyapman yoki siz yangi hovli qursangiz, nimaga men eski hovlida yashashim kerak degan tushuncha qiladi. Bugungi kunda biz orzularimiz ko'payib ketdi. Avvallari siz eshitardingiz sayohat degan narsani. Misol uchun biz yoshligimizda sayohat degan narsa bo'lmasdi. Ya'ni bitta ikkita odam umraga borganda, bo'lganda, hozir ko'ring, hamma yaxshi bu holat, juda ham zo'r. Demoqchimanki, bugungi mana bu globalizatsiya natijasida juda nima bo'ladi? Bizni ehtiyojlarimiz, ya'ni ikkilamchi ehtiyojlarimiz ko'payib ketib qoldi-da. Mana mashina deymizmi, telefon deymizmi, hamma yaxshi narsani olishga harakat qiladi. Brendlar juda ham avj oldi. Mana misol uchun bugungi kunda o'sha globalizatsiya natijasida mana misol uchun KFC da kirib keldi. Mana misol uchun o'sha fast foodlar. Siz xohlaymizmi yo'qmi, haftada bir misol uchun KFC ishga harakat qilasiz. Bilasiz, u narx qimmat. Demak, ota-ona nafaqat avvallari misol uchun onalar uyda o'tirib farzandlariga tarbiya bergan bo'lsa, ko'p holatlarda, ya'ni tarbiyasi bilan shug'ullangan bo'lsa, otalar ishlagan bo'lsa, bugungi kunda unaqa emas. Ya'ni ota-ona ham ishlashga harakat qilyapti. Ya'ni ular ertadan
ertadan kechgacha 9 dan 5 gacha ishlashadi. Tabiiyki bilasiz, ishda juda ham ko'p bosim, mehnat, ham mentalniy ham o'sha jismonan charchashadi va uyga kelishadi, nima qilishadi? Bolaga tarbiyaga vaqtlari qolmay qolyapti. Buni uni xohlashmayapti, kimdirlar vaqt ajratadi, lekin bu ozlik qilyapti. Ya'ni oddiy mana misol uchun sizda ham farzand bor, menda ham farzand bor, kezi kelgan paytda qo'liga telefon ishlatamiz, o'rnib turibsin, ishimizni qilib olay. Yoki ayolimizga e'tibor beramiz, xuddi shunaqa. Qo'liga telefon ishlatadi, ishimni qilib olay, birpas tinch o'tirib tursin. Qarang nima bo'lyapti? Ya'ni e'tiborsizlik. Ya'ni bugungi kunda ota-onalar ko'p e'tibor berishmayapti. Meni shaxsiy fikrim bu. Ya'ni balki bu noto'g'ri aytayotgandirman, lekin shaxsiy fikrim shu 10 yillik tajribamda oxirgi mana shu 2 yilda ko'ryapman, ota-onalarning e'tibori juda susayib ketdi. Yana bunga omil borda, kurs bor-ku. Maktabdan tashqari kurs bor. Sizga to'lov qilyapti ota-ona, to'layapti, demak o'qishga majbursiz. Ya'ni hech qachon bolasidan talab qilmaydi, kursdan talab qiladi. Endi bu gapni aynan kursdagi o'qituvchi bo'layotganim uchun aytmayapman. Chunki biz shaxsan ham insonmiz, hammamiz nimadirga pul berganimizdan keyin qanday do'konga kiryapsiz, ikkita suvga pul to'layapsiz, qanday bittasini olib ketasiz. Tabiiyki talab qilasiz, ikkinchisini ber deb, to'g'rimi? Demak, mana shu sababli ham borda, ya'ni ota-onaning bandligi bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar ko'paygani va ularning e'tiborsizligi bola bo'sh qolib ketyapti. Va tabiiyki o'zining vaqtini ijtimoiy tarmoqqa, ya'ni bo'lmag'ur narsalarga sarflayapti. Endi tasavvur qiling, bu bola kitob o'qimasa, maktabda ilm olmasa, ta'lim olmasa, ota-onadan ko'proq nima bo'ladi, e'tibor olmasa, bu bola qanday bo'ladi? Savol. Mana bolani asosiy muammosi shu. Hozir bizda aytishadi, misol uchun shaxsan o'zimda bo'layotgan holat, kursda o'qish susaydi deyishadi. Navrot bizda kuchaydi o'qitish. Bolalar susaydi. Endi men bolani butun boshli ayb bolaga to'nkamoqchi emasman, lekin ijtimoiy tarmoq bilan ularda ham imkoniyat yo'qda hozir. Chunki ijtimoiy tarmoq 3 tasi ishlatib turganda 4-inchisi albatta ishlatadi-ku, to'g'rimi? Ya'ni ularda ham tanlov qolmayapti-da hozir. Ya'ni hamma joyda ijtimoiy tarmoq. Mana bugungi kunda biz ham misol uchun ijtimoiy tarmoq yuritishga majbur bo'lyapmiz-da, kursimiz sahifasini. Lekin oldingi bunga ehtiyoj bo'lmagan. Zamon talabi. Endi nima demoqchiman? Shu ijtimoiy tarmoqni sifatli tarzda ishlatish kerak demoqchiman. Ota-onaning e'tiborini kuchaytirish xohlayman. Ya'ni bolasiga ko'proq vaqt ajratishni, ular bilan suhbat qurishini, ya'ni bo'layotgan muammolarni birga bartaraf qilishligini xohlayman. Shu uchun aytyapman, bugungi kunda yoshlarimizning asosiy muammolari mana shular deb o'ylayman. Bu shaxsiy fikrim. Kamchiliklar. Xo'p, bitta yaqinda bo'lgan voqea, mana shu o'zimizning Chuqurg'onning ichida bo'lgan voqea. O'quv markazida o'qiydi. O'zimiz ham shogirdimiz bo'lgan. U ham ko'rsa kerak shu podkastda. Maqsading nima degan savol berdi. Ya'ni sizni negizida bo'layotgan narsa haqiqatda real. Maqsading nima? Domla 9 olaman. 9 olsang nima bo'lasan? Chunki o'qituvchilikda haligi naqa bor, negiziga olib borishi bolasini nima? 9 olsang nima qilasan? Bitta ustozni ko'rdim, 8 yana ekan, hozir 9 ga harakat qilyapti ekan. Toshkentdagi bitta ustoz aytdi. Nima bo'pti? Monzasi bor ekan. Qancha oyligi mashinchi ekan? 3000 topib olar ekan oyiga, Monzasi bor ekan, kanali bor ekan, YouTube'da qanaqadir gruppasi bor ekan. O'cha katta daromad qilar ekan. Xo'p, sen shundoq bo'lding, 9 olding deylik. 9 imkonsiz emas. Mehnat qilsa, harakat qilsa, tartib bilan ishlasa, yaxshi ustoz topsa, erishsa bo'ladi. Xo'p, 9 ga erishding. Valo erishish oson emas, bu 9 olmayni deyish niyati yo'q, olingni. 9 olding, endi nima qilasan? Monza olasanmi? Monza olding deylik. 3000 topyapsan, xo'p. Endi nima qilasan? Bola o'ylanyapti o'zi, shokda bola. Endi nima qilasan? O'ylanib o'tiribdi, otasi olamdan o'tib ketib qolgan, onasi bor xolos. Nima qilasan? Bo'ldi, maqsad yo'q boshqa. Nima qilasan? Maqsad nima? Mana shu joyda biz o'zimizni qilgan xatolarimiz ham, maqsad bilan niyatning nima farqi bor desa, niyatda muddat yo'q. Maqsadda qaysidir muddat bo'ladi. Mana shu gap ham o'zi noto'g'ri-da. Maqsadda muddat bo'ladi deydi. Maqsad qaysi muddatda tugaydi, missiya tugadi. Keyingi missiyaga o'tish yo'q, уже to'xtaydi bo'ldi. Biz misol uchun biz o'zimiz o'qishga kirishdi. Sizlar yiqilgansizlar deylik, biz o'qishga kirganmiz. Maqsad o'qishga kirish bo'lgan, kirganimizdagi umuman atmosfera boshqacha. Biz o'ylagan narsalar yo'q, boshqa narsalar yo'q. Oddiy holatga aylandi. Shu bolaga keyin maslahat berdik, o'tirib ustozlar. Maqsad qo'yishda, ya'ni kamchilikka aytdik, biz endi uni yechimini bermoqchimiz. Maqsad qo'yishda uzoq muddatda erishadigan maqsadlar, ya'ni qiyin erishadigan. O'rtada maqsadlar bo'lsa, kichkina maqsadchalar, katta maqsadlar qo'ysin bolalar. Katta maqsad. 9 ol, 9 olganda ACT dan 1600 ol, ag'da yana boshqa ishlarni qil. Qisqasi hech kim qila olmagan ishlarni qil. Bular oz maqsad qo'yib oyapti yoshlar. Qo'ygani ham, u ham o'zi oz, qo'ygani ham kichkina maqsadlar qo'yishadi. Endi ota-onalarning kamchiligi.
Mana shu joyda bitta savol bermoqchiman-da. Endi dildan ustoz bo'lganimiz uchun ota-onalarni sizga eng ko'p va eng noo'rin beradigan savoli nima? Ota-onalarni eng ko'p beradi o'sha savolni va u savol noo'rin o'qituvchiga berishlik uchun. Qanchada tugatadi ingliz tilini? Qancha muddatda oladi ingliz tilidan? Menimcha bor. 7 ball 2 oy oldirib qo'ya olasizmi? 2 oy yetadimi? 3 oyda 7 olsa bo'lar ekan-ku, nimaga siz oldira olmaysiz? Ya'ni muddat so'raladi. Eng ko'p so'raladigan savollardan bittasi va endi buni qanchalik noo'rin deb ayta olmayman, to'g'risi, lekin menda javob yo'q bu narsa uchun. Ya'ni qanchalik tez olishni men bilmayman to'g'risi. Chunki men oddiy bir ustozman, men bolaga ta'lim beraman, yo'nalish ko'rsataman, lekin uni nima desa bo'ladi? O'sha narsani bolada bor qilib qo'ya olmayman, to'g'risi. Endi bu narsani qanchalik odamlar tushunadi bilmadim, lekin biz ustozmiz. Ya'ni bolaga qaysi paytda nimani o'rgatishni biladigan insonmiz. Ya'ni men ustozlarni yana bitta narsaga o'rsataman, shu o'rinda aytib o'tib ketishim kerak. Men hammamiz Toshkentga, Namanganga, men qayergadir boramiz. Shofyorlarga o'rsataman ustozlarni. Ya'ni nimaga shofyorlarga o'rsataman? Buni bir joyda o'qigan edim. Mana misol uchun bilasizmi? Oddiy Toshkentga borganimizda va Paftniga borganimiz hammamiz bilamiz. Ota-onalar ham bilishadi, ko'pchilik borgan. Birinchi ketgan odam, o'zi bilasiz, shofyorlar bir-biriga bunaqa bir do'stona munosabatda bo'lmaydi. Ya'ni chunki qanchalik u tezroq odam bo'lsa, shunchalik tez borib, shunchalik tez keladi. Ko'proq boyiydi, ko'proq moddiyat qiladi. Lekin bilasizmi, birinchi ketgan odam qanchalik ichida u narigi shofyorga nisbatan nima bo'ladi? Adolatsizligi bo'lsa, ya'ni yomon ko'rsa ham telefon qiladi, gai bor ekan deydi. Telefon qiladi, mana bu yer yopiq ekan deydi, mana bu yo'ldan yur deydi. Yoki telefon qiladi, mana bu yerda yo'l yopilibdi yoki yami bor deydi. Ya'ni o'zi oldinroq chiqqanini hisobiga o'zidan keyingi kelayotgan odamga nisbatan sifatliroq, kam chiqimroq, kam harakatsiz yetib borishiga imkon yaratadi-da, mana misol uchun. Bilamiz-ku. Yoki o'zi so'rab qo'yadi haliga, qayerda gai bor ekan desa, mana bu yerda gai bor ekan deb qo'yadi. Men ham ustozdan shu shofyorlarga o'xshataman. Endi qanchalik to'g'ri noto'g'ri bilmadim. Ustoz ham shunaqada, ustoz o'zi qiynalib o'qiydi. Ya'ni nimadan o'rganadi. Ya'ni uni qiyin yo'l bilan o'rgangan bo'lishi mumkin, xatolar qilgan bo'lishi mumkin, orada qiynalgan paytlar, mashaqqatlar bo'ladi, mana misol uchun, to'g'ri, lekin o'rganadi. Endi o'quvchi, ya'ni shogird kim desa, shuni yo'lidan ketayotgan inson. Ya'ni ustoz biladi kimga nimani o'rgatishni, qachon qayerda o'rgatishni. Ya'ni uni nimasi bo'ladi? Shaxsiyatidan kelib chiqib, yoki xulq-atvoridan kelib chiqib, bizning xarakterlardan kelib chiqib, qaysi narsani qandoq bersa tezroq sifatliroq o'rgana oladi, o'sha narsani biladi ustoz. Endi o'sha bizga ota-onalar berayotgan ko'p savoli qachon? Nega olmayapti degan savol berishadi-da. Qadrli ota-onalar, farzandni iqtidor har xil bo'ladi-da. Hamma insonlar bir xil emas. Kimdir bitta maqsadga o'sha aytaylik 7+ ga deylik, bizning sohamizdan kelib chiqadigan bo'lsak, IELTSda 7+ ga 3 oyda yetadi. Kimdirlar 1 yil yetadi, kimdirlar 2 yil yetadi-da. U hammani iqtidori va qilayotgan mehnatiga va o'sha e'tiboriga bog'liq bo'ladi-da. Shu eng menimcha ko'p so'raladigan va men uchun qanaqadir g'alati tuyuladigan savol shu.